Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisiman. Bugun sizlar bilan ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar pedagogikasi fanidan maktabgacha ta'lim tashkiloti hamda maktab hamkorligi mavzusida gaplashamiz. Demak, mavzu yuzasidan rejalarimiz 3 ta. Birinchisi, maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonlarni tashkil etish. Ikkinchi rejamiz, maktabgacha ta'lim tashkilotida hamkorlik turlari. Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotida pedagogik jarayonlarni tashkil etishdan maqsad nima? Maqsad maktabgacha yoshdagi bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga sifatli tayyorlab borishdan iborat hisoblanadi. Buning uchun maktabgacha ta'lim tashkilotida qanday ishlar amalga oshiriladi? Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv yili 2-sentyabrdan boshlanadi hamda 25-may yakunigacha davom etadigan jarayon hisoblanadi. Bunda ular asosiy o'quv dasturi bo'lgan ilk qadam davlat o'quv dasturidan foydalanishadi. Rejalashtirish asosida ta'lim jarayoni amalga oshiriladi hamda maktabgacha ta'lim tashkilotida asosiy yosh guruhlari 4 dan tashkil etadi. Bular kichik guruh, o'rta, katta hamda tayyorlov guruh. Bundan tashqari muqobil guruhlar ham mavjud. Bularning hammasini asosiy maqsadi bitta: bolani maktab ta'limiga sifatli tayyorlab berish hisoblanadi. Maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlik bir nechta turlarga bo'linadi. Masalan, shulardan bittasi pedagog va bolalar o'rtasidagi hamkorlik. Buning asosiy maqsadi bu bolaga yo'naltirilgan yondashuv asosida tashkil etilishi va bola hamda tarbiyachi bolalar bilan o'zaro o'rtasida bir-biri o'rtasidagi hurmat, munosabatni tashkil etish maqsadida pedagog va bolalar o'rtasida hamkorlik ishlari olib boriladi. Bundan tashqari ikkinchisi pedagog va ota-onalar o'rtasidagi hamkorlik. Darslarimiz, mashg'ulotlarimiz har doim sifatli va samarali bo'lishi uchun pedagoglar ota-onalar bilan hamkorlikni yo'lga qo'yib borishlari lozim. Hamkorligimizning keyingi turi esa pedagoglar hamda pedagogik jamoa bilan o'tkaziladigan hamkorlik turi hisoblanadi. Bundan tashqari maktabgacha ta'lim tashkiloti hamjamiyat, mahalliy hamjamiyat bilan ham hamkorlikni amalga oshirib borishlari lozim. Mahalliy hamjamiyat deganda biz asosan maktab ta'limi, maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab bilan hamkorlikning yana bitta turi bu jamiyat o'rtasidagi hamkorlik hisoblanadi. Jamiyat o'rtasidagi hamkorlikka mahalla, maktab va boshqa tashkilotlar bilan aloqalar. Bundan tashqari madaniy va ijtimoiy tadbirlar o'tkazish, mutaxassislarni maktabgacha ta'lim tashkilotida olib borilayotgan pedagogik jarayonga jalb qilish jarayoni nazarda tutiladi. Keyingi hamkorlik turi bolalar o'rtasidagi hamkorlik hamda pedagog va rahbariyat o'rtasidagi hamkorlik turi hisoblanadi. Bu hamkorlikni tashkil etishdan maqsad esa hamkorlikning shakllari ham mavjud. Demak, maktabgacha ta'lim tashkiloti va maktab o'rtasidagi hamkorlik shakllari 6 turga bo'linadi. Birinchisi o'zaro tashriflar, ochiq mashg'ulot va darslar, metodik hamkorlik, birgalikdagi tadbirlar, bolalarni maktab ta'limi bilan tanishtirish, ota-onalar bilan hamkorlik kabi 6 ta hamkorlik shakllari mavjud. Hamkorlikning ahamiyati quyidagicha: bolaning yangi muhitga moslashuvi osonlashadi, ta'limdagi uzilishlar kamayadi, o'quv faoliyatiga qiziqish ortadi, pedagoglar o'rtasida yagona yondashuv shakllanadi. Demak, hamkorlik orqali bola maktab ta'limiga bo'lgan qiziqishi yanada ortib boradi. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarining muqobil guruhlaridan bittasi bu majburiy boshlang'ich 1 yillik bepul ta'lim guruhlari. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan 2018-yil 8-dekabrda qabul qilingan 999-sonli qaror asosida majburiy boshlang'ich 1 yillik bepul ta'lim guruhlari tashkil etilib borilyapti. Bundan ko'zlangan asosiy maqsad 6 yoshgacha bo'lgan bolalarni maktab ta'limiga 1 yil davomida sifatli tayyorlashdan iborat. Va bu ilm yo'li variantik dasturi asosida hududdagi maktablar binosida tashkil etilyapti. Shu yerda ham biz ko'rishimiz mumkinki, bu yerda maktab va maktabgacha ta'lim tashkiloti o'rtasidagi hamkorlik natijasida bola 1 yil davomida o'zini men o'quvchiman degan sifat asosida maktab ta'limiga tayyorlanib borishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu mavzuyimiz yuzasidan xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, maktabgacha ta'lim tashkilotida hamkorlikning turlarini yanada ko'paytirish, uning ustida ishlash, rivojlantirish natijasida ta'limda albatta samaradorlik va natijani ko'rishimiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat. Sizlar bilan Termiz davlat pedagogika instituti maktabgacha ta'lim kafedrasi o'qituvchisi Sayfullayeva Nurxonaz Bahodir qizi bo'ldi.